menga beriladigan eng katta komplimentlardan biri bu. Rostdan ham turmushga chiqqanmisiz? Rostdan ham farzandingiz bormi? Yosh ko'rinarkansiz, yoshingizga nisbatan degan kompliment. Bu komplimentdan o'zim ham xursand bo'laman. Buni siri doimiy ravishda SPF kremlar ishlatib yurganligimdan hisoblanadi. Bundan oldin juda ham ko'p SPF kremlarini ishlatib ko'rganman. Koreyaniki, boshqa brend mahsulotlarniki, lekin ular yuzimda oppoq maska qilib qo'ygan, yuz terimni terlatib yuborgan, so'ralari to'ldirib, yuzim nafas ola olmay qolganini his qilganman. Shvetsariyada ishlab chiqarilgan natural Novage seriyasiga tegishli bo'lgan mana bu SPFni ishlatishni boshlaganimdan keyin hafta ichida terini taranglashganini his qildim. Yopishqoq bo'lmagan, yengil teksturaliligini. Bu SPF'da hamma yuz terilariga mos tushadi. Ayniqsa sezgir teriga ko'proq mos tushadi. Ya'ni allergichni terilarni tinchlantirib qo'yadi. Tarkibida vitamin E bor. Terini erkin radikallardan, ya'ni quyosh nuri, havo ifloslanishi, sigaret tutuni, stress va tashqi omillardan terini himoya qiladi. Terini hujayralariga zarar yetkazib, ajinlar paydo bo'lishini tezlashtiradi. Juda ham yengil teksturadagi SPF hisoblanadi. Muntazam ravishda SPF krem ishlatib yursangiz, yuz terini qay darajada silliqlanganini, taranglashganini, ajinlar kamayganini va dog'lar o'chirganini o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Bu SPF kremni originalni qaysi saytdan zakaz qilishni o'rganishni xohlasangiz, menga yozing, men sizga tekinga o'rgataman.